Qatar Dohaga 7 kunlik sayohatim menga necha pulga tushdi? Keling birga hisob-kitob qilamiz. Borish, kelish, bilet, mehmonxona ertalabki zavtraki bilan birgalikda $500 bo'ldi. 3 oy oldin olgan. Shu borishimiz bilan bizani mehmonxonamizga olib borib qo'yishdi. Ertasi kuni biz gid bilan birgalikda shahar chiroyli joylariga borib aylanib keldik. Dengiz oldilariga, chiroyli binolarning oldilariga, turistlar boradigan joylarga, muzeylarga, shunaqa chiroyli ko'chalarga bordik va ovqatlandik. Ovqatlanganimiz $20 bo'ldi. Joylarni ham ko'rib chiqqanimizdan keyin shunaqa suvli joyga bordik va biz suvda uchdik. Har bitta odamga 10 realdan ekan. Bizani olib yurgan gidga har bitta insonga $20 dan berildi. Ertasi kuni jip safariga borganimizda borishimiz, qaytishimiz, ovqatlanishimiz, jipda chiqib aylanishimiz hammasi har bitta odamga $25 dan tushdi. Men o'zimga shu boshimga o'ragan ro'molimni sotib oldim 25 real. Ertasi kuni zooparkka borganmiz. 2da borib soat 4 ga yaqin qaytib kelganmiz. Borish kelishimiz $20 bo'lgan. Ichkariga kirish narxi bilan. Shu 3 kun ichida necha pul sarflaganimizni kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videoda davomini ham qo'yaman. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang.